Derip sizlar ko'rib turayotgan harflarning ichida sodashlar sizlar ko'rib turayotgan 26 harflarning ichida 5 so'ziq tovush borda 5 so'ziq tovush. Biz bu 5 so'ziq tovushni hozir ko'rib chiqamiz. 5 so'ziq tovushni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi so'ziq tovushi sodashlar a. Birinchi so'ziq tovush a. 5 so'ziq tovushining birisi a. İkincisi i. I deganimiz ikkinchi so'ziq tovush harf. Üçüncüsü I. Üçüncü so'ziq tovush harfi I. Dördüncü so'ziq tovush harfi O. Okay. Oxirgi beshinchisi U. Okay, sardashlar, mana shu 5 harf so'ziq tovush harfi bo'ladi sardashlar. Mana shu 5 harf so'ziq tovush harfi bo'ladi. İngliz tilidagi 5 so'ziq tovush harfi A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Mana shu 5 harf so'ziq tovush harfi bo'ldi. Unda bo'lsa mana bu so'zlagan darslarimizda sodashlar ekranlarda rasmga tortilib, do'stlarcha amerikanlar chiqarsanglar bo'ldi. Ya'ni bizning darsimiz mana shunday uslubda o'tiladi. Ya'ni bayatım so'zlab o'tdim. Undalarda rasmlarni vatib va yoki gap so'zlar bilan so'zlamaymiz. Biz jonli so'zlaymiz. Shunga bundan birini anglab bakkan sodashlar bo'lib qolsa buludu agar yangilanayotgan sodashlar bo'lib qolsa yangicha bir ma'rif sistemasiga kirib ketdinglar degan gapda bu darsimizning afzalligini bayatimi deb o'tdim. Siz har qanday joyda anglay olasiz. Yo'lda ketib turib, avtobusda bo'lamdi va yoki mashinada bo'lamdi, ketib turib qo'lingizga tanishuvni solib qo'yib, telefoningizni yechib qo'ysangizlar, darsimiz har vaqt chiqib turdi. Naq maydonda bo'lsa, naq maydonda anglay olasiz. Darsimiz tuggandan keyin qaytlab anglay olasiz. Ondan hatto bu darsimiz o'tilab, ya'ni birinchi qism kitob o'tilab to'liq tuggandan keyin sodashlar sizlar bu darsni yana 3 oygacha qaytlab anglay olasizlar. Keyingi ikkinchi qism kitobimiz shunday bo'ldi. Bundan keyingi darslarimiz shu uslub bo'yicha mavzu. Ondan ekran qaraydigan bo'lsanglar, ostida sodashlar, ostida ismimni yozib qo'ydim. Qaysar Hasan deb, Qaysar Hasan deb ko'rsatish balki qarsanglar ko'rsizlar. Bu mening ismim. Ondan o'ttirda WeChat deb yozib qo'ygandim. Aloqash nomerim va undidor nomerim sodashlar. Aloqash nomerim va undidor nomerim. Bularni qaytilib, undidor qaytilsanglar bo'ldi. Ondan başqa top qurdiq emasmi? Shu topda meni ayrab qaytib olsanglar bo'ldi. Ingliz tiliga munosabatlik, mana shu darsimizga munosabatlik savollar bo'lsa, o'zaro munozirlashsak bo'ldi sardashlar. Endi qo'l tarafda ancha tutug'ini, ya'ni shu atlanma harfimizniki torbat adresi sardashlar, torbat adresi. Har xil yangi uchurlarni mana shu torbatlarimizga chiqiramiz. Shundaqla öndü darsimiz orqali yangi xabarlardan xabardor bo'lsanglar bo'ldi. Ondan do'stlarimlarga tavsiya qilishni unutmanglar, darslarimizni qancha ko'p savodashlar yangi bir boshqa bir til bilan shuncha ko'p savodashlarningki aloqador bo'lishini biz albatta umid qilamiz. Biz bugun mana tunji qitim chet el tiliga kirishdik sardashlar. Mağdan yolumuz xeyli uzun. İntayin astoydil, izchil bo'lmaganda biz baş sardashlarga o'xshash bichida shunda qiziqib
o'ttirib kelgan chog'da beshidik asoslarimiz yaxshi bo'lmay sal qarab o'tib ketgan mazmunlarimiz tufayli o'ttirib olgan chog'da ingliz tilini tashlaydigan bir ahvol bo'lib qoldi. Shunga biz bunday ahvoldan xoli bo'lmasak bo'lmaydi. Shu 5dan boshlab intan astoydil muomala qilib bugungi dars nima o'rgandim 26 tarif o'rgandim. Men tab baqaychi 26 tariflarni. 26 tarifni yezib baqaychi men deb harflarni yezib to'g'ri talaffuz chiqara oladigan bo'lsanglar bugungi darsimizninki asosli mazmuni shu bo'ladi. Ana bu 26 tarifninki biz so'ziq tovush qaysi bo'ldi ekan bularni arva misollar chunki keyin so'ziq tovush bo'lgan chog'da manda bo'ldi deb so'zlaydigan mazmunlarimiz bo'ldi. Bu chog'da ezib ketib qolsa. Shu so'ziq tovushlarimizni ayirishinglar, uzuk tovush harflarimizni ayirishinglar kerak. Ondan bu so'zlarning o'qilishi, yezilishi, so'ziq tovush bilan uzuk tovushlar. Bularni ayirish qalaydi qatnashinglar kerak. Bo'lganda bo'lsa, endi so'zlaydigan mazmunimiz sizlar bu yerda ko'rib o'tayotgan ingliz tili ilifbasi. Sizlar bu yerda ko'rib o'tayotgan ingliz tili ilifbasi bundoq qaraydigan bo'lsanglar, hamma harfni sizlar ingliz tili o'rganmasangiz o'qiy oladiganidek bilinishdi amaliyotda. İngiliz tilga misalni o'qiy oladiganidek bo'lishdi. Bu qamda deganda masalan, men qo'yib bersin, masalan, men ingliz tili bilmaydigan bir odam bo'lib turayanda, men ingliz tili bilmaydigan bir kishi bo'lib o'qi desam, ekranda ko'rib turibdim. A B C D E F F mi deb o'qiyamasam mumkin, ani men Y deb o'qishim mumkin, ani F deb o'qishim mumkin. Y, F, G, H Manimi Y deb o'qishim mumkin, I deb o'qishim mumkin yoki uning keyindikini G, ani K, and then Li, Mi, Ni deb o'qib menishim mumkin da men buni. Lekin biz ingliz tushunayotimiz, buning to'g'ri o'qilishini bilmasak bo'lmaydi. Shun bek ko'p o'qib bermasanglar, biz buni bundan burunningiz deb ko'nib ketgan burun uslubimizga sep ketamiz. Shuni bu ingliz tili asodoshlar, biz burunqidek he ani G o'qisak bo'lmaydi. He, G deydigan harf yo'q ekan, o inglizda he, G deydigan. He ni H deb o'qiydi. Bu G deb olganimizni G deb o'qiydi inglizda, G deb. K deb o'qimaydi, K, K, J, J, mi emas M, ni emas N, N. Shunga pek ko'p o'qib bermasak, xatolish ehtimolimiz pek cho'ng bo'ldi. Endi sizlar o'rganayotgan mana bu harfdan savodoshlar. Buni g'arga sal qarmang. Mana bu harf orqali biz ingliz tilidagi hamma xatni yozamiz savodoshlar. Mana bu 26 harf orqali ingliz tilidagi butun xatni yozamiz. Lekin bu harflarimiz orqali biz o'qiy olmaymiz ingliz tilidagi hamma so'zlarni biz harf bilganligidan o'qiy olmayman deb o'ylasak bo'lmaydi. Biz hozirning o'zida o'qiy olmaymiz. Lekin biz o'rganib asosini sal yaxshi silib olgandan keyin o'ttiral saviyaga kelgan chog'da o'rganib boqmagan ingliz so'zlarini yezib bersinmi, biz buni 90% to'g'ri o'qiy oladigan ahvolga boramiz. Lekin hozir o'qiy olmaymiz. Unda bo'lsa bu hamma so'zni ayrim o'rganib mangam dema o'qilishni deb o'ylab qolishimiz mumkin. Hozircha ishlar o'rganamiz. Batimda deb o'tdim. O'tiral saviyada sadashqandan keyin bir kishi o'qib bermisimi, o'zligimizdan to'g'ri o'qiy oladigan bo'lamiz. Lekin hozir biz bundan keyin to'g'ri o'qishning asosini biz hozirdan boshlab sanmoqchi bo'lgandan keyin biz qaysi so'zni qanday o'qib bersak, biz shunda o'qishimiz kerak savodoshlar. Endi bu yerda diqqat qilganinglar, bu ingliz tili savodoshlar, ingliz tili qaranglar. Ma harflar orqali faqat ingliz xatni yozamiz dedik-ku, o'qiy olmaymiz masalan. Mana shu ustidagilarni misol qilib olayman. Üstedeki mani o'qi desa qaranglar. Mani o'qi desa, buni hayajonlanib o'qib etmanglar. Bu ingliz xat bu. Buni o'qib etsanglar, sizlar buni tixi deb o'qishinglar mumkin, tixi deb. Bu tixi deb o'qilmaydi. Inglizcha bu the deb o'qildi, the. Va bu t bilan x'ni yozib qo'yib, i'ni yozib qo'ysa bu nimda the deb o'qiladi. Demak, bu pin emas savodoshlar. Inglizlar bu o'zlarining tilini yaratgan vaqtda pindan xabari yo'q. Şotamsizlar piyinni o'ylashib, biz Uyg'urlarni o'ylashib va yoki davlatimizdagi Xanzu qarindoshlarimizni o'ylashib o'zining tilini yaratgan emas. Demak bular bunda T bilan H I harfini yozib V deb o'qisa, bizma V deb o'qiyotganda men gapni deb V deb o'rganamiz. Bu xuddi savodoshlar qaranglar.
Yani ben bir xanzuchi bir xat yazay. Manda bir meni xanzuchi sizdiqda. Xanzuchi mush yozgan limalarimizning hammasi amaliyotda bir shakl qo bu. Mani sizdiq bu nima degan gap saqlashlar? Bu xanzuchi vo degan gap qo deyman. Buning qaraydigan bo'lsak bir yerda vo deb chiqib turibdimi buningki? Yo'q. Biz oldidan nimani günimiz, manda bir nimani yezib, sizib, biz buning piyinni günimizda ama yangi manda qilib bunu vo deb texa ton belgilerini qo'yib, ama piyinni günüb, maxatni to'xtamay vo deb xatni yezaverib, eg'zimizda vo davrib, endi maxatni tabiiylam ko'rib, keyin piyinni ko'msakmi vo deydigan bo'limizda, piyinni ko'msakmi vo deydigan bo'lamiz. Lekin İngilizce ama şuna o'xshaydi. Manda narsani ko'rib turib, biz the deb o'qib, ma'ni yezaveramiz. Shuning bilan keyin ko'rsakmi, bu nargiz tixi deb o'qimaydigan, the deb o'qiydigan bo'lamiz saqlashlar. Shunga bu t bilan xin yezib, in yezib qo'ysa buni boshqacha o'qiydi ekan deb uningdan azoblanib, uni boshqatirib yurmaymiz. İngliz nima deb yezib, nima deb o'qib bersa, biz shunday yezib, shunday o'qiymiz. Nima deb yezib, nima deb o'qib bersa, biz shunday yezib, shunday o'qiymiz. Buni o'zi Uyg'urchaga kirib oldigan, o'zicha yana boshqa bir tillarga kelib kirib oldigan, pinchilab o'qiydigan şey bo'lmaydi. The'ning keyin so'zni English deb o'qiymiz dedik. English. Qanday yozdiganda buni deb har bir so'zlarni yezib, English. Mana o'qiydi ekanman deb o'qib mansama bo'ldi. Yezib o'qib, o'qig'ach yezib mansdan shularni. Uning keyin qaraydigan bo'lsak, alpha. Qarang, P bilan H ni yozib qo'yib, P bilan H gas fi o'qiyotdi. P bilan H gas fi o'qiydi ekanman deb tutib mansanglar bo'ldi kallanglarda. Alpha, f. Keyin nima qarasang, A harfini yozib qo'yib, Ö deb o'qiydi. A harfi ba'zan chog'larda Ö o'qildi ekanda, deb bularni tutib mangimiz ayrim. Shunga 5-dan boshlab til o'rganishni men bayotimda deb qo'ydim. Bu ko'nash saqlashlar. Ya'ni İngiliz nima deb bersa, biz shunda deb kunimiz. Biz xuddi qarang til o'rganayotgan chog'da tili chiqmagan kichik baliqqa o'xshaymiz. Har qanday bir yangi til o'rganayotgan vaqtimizda biz tili chiqmagan kichik baliqqa o'xshaymiz. Masalan, o'zimizning bovoq ini singillarimiz bo'lsa va yoki bolalarimiz bo'lsa, shularni ko'z oldimizga keltirsak bo'ladi, tili chiqmagan. Tili chiqmagan shu bolalarimizninki tili qanday chiqadi? Ularga biz bir nimalarni yezib harf o'tab yurib til chiqaramdi? Yo'q. Biz ular qanday tilni chiqaramiz? To'xtamay gap qilib beraversak, bizni to'g'rab so'zlab chiqadi shularning tili. Demak, sizlarmi alfabet. Manda o'qiymiz degandan sizlar to'xtamay alfabet deb beraverib, alfabet degan gapni bilasizlar shu. Deb beraverib bilasizlar saqlashlar. Tushunamsizlar? Deb beraverib. Endi buni qanday yozdiganda deb bilamdi, qarab yozib qo'ysanglar bo'ldi. To'g'ri o'qib, to'la anglab, agishib deb tilimiz mana shunday chiqadi. Şun bunun artıq başqa turadigan narsa emas saqlashlar til o'rganish degan. To'xtamay mashqlik qiladigan narsa. Bek ko'p anglab, bek ko'p o'qib, agishib deb mashqlik qilib ma'nosini bilib, shu mashqni qilaverib tilimiz chiqadigan narsa. Qaranglar, men boyatim sizlarga shu harfni yozg'icha o'qiyverdim. Demak, shu ajna o'qiyverib, uning esimizga olamiz degan gap saqlashlar buni. O'qiyverib. O'qiymiz, yozimiz, qaramay turib deb baqimiz, yozimiz, qaramay turib deb baqimiz. Shunday qilib yurib, davrib, asta ko'nadigan gap saqlashlar. Shunga til o'rganish ko'nash bosqichi saqlashlar. Shun buning g'oyiviy oddiy usullarini topsam bo'ldi deb avarimanglar. Oddiy usul yo'q til o'rganishninki. Til o'rganishning oddiy usuli yo'q. Bununla birden bir ketadigan narsa saqlashlar. Birden bir ketadigan narsa vaqt. Vaqt bilan izchillik. Vaqtni aniq sarf qilasiz. Izchil o'rganib mangsiz. Izchil deganda mush darsni anglablam qo'ysam izchil olamdi. No. Darsni anglab mashq deydigan bir gap bor ama yada. Shu mashqni izchil qilasiz degan gap. Ama izchillik degan gap mashqni izchil qilasiz degan gap. Birisi vaqt chiqarsiz, ikkinchisi izchil mashq qilmangsiz. Shunday bo'lgan chog'da
Tama kültula deb bugun diyemegen gepingni ati diyalaysizlar, ati diyemegen gepingni o'gunlikka, o'gun diyemegen gepingni yana bir kun diyalaydigan bo'lsizlar. Shunga bundan burun qaranglar, harflarning bir qism harflarini to'g'ri o'qiy olmaydigan bo'lgan bo'lsanglar, bugungi darsimizdan boshlab to'g'ri o'qiy oladigan bo'ldinglar. Demak, bugungi darsimizni mashq qilib voyaga yetkazishimiz kerak. Ati yangi mazmun so'zlaymiz, atidagi darsimizni mashq qilib voyaga yetkazishimiz kerak. Shunga biz yeni bir ishni boshlagan vaqtimizda hammaylar qachon bir ashunda bir yer ketama deb ashunda bir yer ketgan yanlam o'ylab mangimiz. Shuning bilan bugunlik darsimizga sal qaraydigan ahvol bo'lib qolmasin. Ashundaq bir yerga biz yetimiz. Ashundaq bir yerga biz yetimiz arkadaşlar. Bugun ishimizni yaxshi qilish orqali yetimiz. Shunga bugun o'rgangan mazmunimiz harf bo'ldi. Harflarni yaxshi tutib, harflarni Andın ətidiki məzmunumuzu qadam qoymiz, ət öyrəngan məzmununu yaxşı tutqandan keyin onun üzərindən keyingi məzmunlarımızı təfsili hər bir günlük işimizni kündə yaxşı hal qılıb maqsaq, tama kültulada günlərinin birdə özənglərini bilib bilməyi təbii sözləydigan, təbii yazıdigan, anlab düşündigan yerə barsızlar. Bununla bayanmada bötdüm vaqt ketidu, izchil məşq ketidu arkadaşlar, izchil məşq. Bu iş qadam bosqichini cho'qim besishimiz kerak. Andin tor darsimizninki afzalligini bayatimda o'tdim. Buning yetersizligi men sizlar izchil mengwatamsizlar, men buni sizlar nazorat qilib turadigan amalsiz arkadaşlar. Darsga xohlasangiz qatnashsiz, xohlasangiz qatnashmaysiz, tizimni qo'yib xohlasangiz o'qiysiz, xohlasangiz o'qimaysiz. Bu yerda bir odam beshingiz turilib kirmamsa, o'qimamsa, o'rganmamsa buni deb bo'lolmaydi. Chunki buninglik ma'rif mana shundoq o'zini so'raganlar o'rganadigan taraf qarab menga do'stlar arkadaşlar. Hergizmi bir odam davomli uning beshi turib o'rgitib qilavergan bo'lmaydi. Chunki hammalar bir-birini his qilib yetgan, qanday qilsak bo'ladi, nima ishni qilsak bo'lmaydi, qaysilarni qaysi vaqt qilamiz, qaysilarni qaysi vaqt qilsak bo'lmaydi, bularni to'nib yetgan bir jamiyat yashayapmiz arkadaşlar. Shunga o'zimizni so'rash, o'zligimizdan o'rganish mana eddisi uyg'ongan sadoshlarimiz uchun tor darsi eng yaxshi tanlashi ularning. Chunki bu hech qanday vaqt cheklamasiga, o'rin cheklamasiga uchramaydigan dars arkadaşlar. Bu tor darsini hergizmi bir narsa o'rganishning oddiy usuli qatorida ko'rsanglar bo'lmaydi. Bu oddiy usul emas, faqat qulaylik bir usul arkadaşlar. Buningga o'xshash jafosi va bayatimda o'tgandek qattiq o'zinglarni so'rashinglar kerak. Dars mancha ish dars o'tildi. Men bu darsga vaqtdan vaqt chiqarib qatnashmasam bo'lmaydi degan ong bilan darsga to'liq vaqtida kirishinglar kerak. Andin favqulodda bak jiddiy ishlaringlar bilan arkadaşlar, favqulodda jiddiy ishlaringlar bilan darsga kiramay qolib qolsanglar, bu dersni cho'qim atidan qoldirmay kiranmagan shu darslarning mazmunini cho'qim qayta ko'rish orqali puxta egallab bilib yana bir soatlik darsimizga kirishimiz kerak. Biz hargiz bir kunlik ishimizni keyinga tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Bo'labmi tor darsida bo'lmaydi arkadaşlar. Biz ma 5'ida tor darsimiz to'g'risida tushunchalarni berib oldirmay so'zlayotganimiz bilan keyingi bo'lgan chog'da biz surtun tiziltimiz darsimizdan nima ish qilib oldi? Chunki 40 kunda bir qism kitobninki mazmunni to'liq o'tab savodashlarni bir qism kitobning mazmunidan to'liq xabardor qilamiz. Biz 40 kunning ichida deb menda o'ylashayotgan, tor darsni o'tab mengayotgan mandaq bir ahvol ostida biz bu darsni aldirmay bunda so'zlab maqsaq, bu darsning afzalligini biz yo'qotib qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni bu darsning qaysi afzalligini deganda sizlar darsda qaytlab anglay olasizlar arkadaşlar. Qaytlab anglay olasizlar. Odatdagi sinfdagidek bir gapni takrorlab davermaymiz buningkin. Davermaymiz. Bir gapni canlı qilib so'zlaymiz. Bo'ldi. Ikkinchi qitim sizlar o'zingizlar qayt anglay olasizlar buni. Demak, shuni vaqt chiqarishinglar kerak cho'qim.
Şuna alğançada biz günde 3 dərsdən sözləb mağımız sağdaşlar dərsimizdə 3 dərsdən sözləb mağsaq dərsimiz şu bitilgən vaxt içində toluq tükəydi o birinci qism kitab. 3 dərsdən sözləb mağımız bu 3 dərsini sizlər qayıt anlab bir qalı olsanı qulqanlıq silib dəmil atqan vaxt alındı. Qulqanlıq silib şu İngiliz gəlib çögül aplam yüksək Allah'ındı. Sözlər atqan məzmunlu. Onun zəndin qayıtlab anlaş arqılıq bu dərsininki əvzəlligidən toluq paydalanğan bolsunlar. Şuna əndin manmış tor dərsimiz doğrusuda bilənməyən başqa məzmununlar bulamdı və yakı manmış ötləb atqan dərsimizdən bilənməyən başqa məzmununlar bulamdı. Mən topdan birini qurub qoyduq. Şu topqa qaldısanlar buldu. Dərsimiz münasibətlik suallarınlar bulub qalsa və yakı texnikалық məsələlər bulub qalsa. Şu topumuz qaldısanlar dərs məzmunları olub qalsa mən düşəndirib bəlqib birmə əgər texnikалық məsələlər olub qalsa məxsus xadimlərimizin bağı topda düşəndirib bəlqib birdi. Yəni oxuş haqqı töləş bulamdı və ya ki dərslərini anlaş cəhətdə dərs kirəməq qəhvalar olamdı. Həmin məzmunlar bolsa şu topu qaldırıb qoysanlar topda onunla cevap çıxıdı sağdaşlarmış. Dərsimiz münasibətlik məzmunlardan topqa qalırsanlar cavab qəşələysizlər. Andın yeni bir məzmun ma dərs bügən ətəş gün sınaq sübtüdə haqsız anlayalaysizlər dərsini. Bugün düşənbə, seyşənbə gün haqsız anlayalaysizlər. Çarşənbə gündən başlap bu dərsimizi tizimlatqan sağdaşlar bu dərsimizni izçilanlap anlaysizlər. Şu an mən çarşənbə gündən başlap yəni sağdaşlar tizimlitib kirib bolğandan başlap mən ayrım yeni bir top qurma. Ayrım yeni bir top qurma. Bu topqa mənim şu dərsimizi tizimlatqan sağdaşlarla qatnışmaq alaysızlar. Çünki bundan keyinlik dərslərimiz bol deməsmi? O dərslərdə dərs vaxtıda vaxt yetişməyi soruyamağan suallarını alıb qalsa dərsdən düşkəndən ki öndadarda şu topumuz qaldırıb qoysanlar mən onunla vaxt çıxırıb cavab qaytırmaq sağdaşlar. Şuna bugün ətəş günlük sınaq dərs ötəb kətkəndən ki mən topdan yeni birini qurma. Dərsimizdən ki birinci qism kitabdan ki bundan keyinki məzmunlar üçün topdan yeni birini qurub qoyma. O topqa şu mən ekran qılam çıxırıb qoyma o topni. Dərs anlayatqan sağdaşlar şu ekrandırlar, yəni işkilik kod numarını çıxırıb qoyma, skanerlapla top qıtlığa sanlar buldu. Andın əgər kompüter olub qalsa sağdaşlar, əgər kompüter olub qalsa kompüterdə anlayalaydıqan bir ehtimallıqlar olub qalsa kompüterdə dərs alsanlar naq meydan dərsini. Bunun telefonda anlığandın azraq bir əvzəllikləri var, yəni naq meydanda sual soruyalaysızlar kompüterdə dərs alğan bolsanlar. Naq meydanda sual soruyalaysızlar. Bu sualını iğzaki sorsanlar buldu və ya xət yazıb sorsanlar buldu. Naq meydanda kompüterdə dərs alsanlar bunun əvzəlliyi var. Telefonlarda alsanlar buldu. Telefonda faqat naq meydanda dərs alyalayısınlar, lakin sual soraş imkanı etməməyd ikən. Yəni başqa məzmunlar bolsa öndadarda qaldırsanlar buldu sağdaşlar. Bulmasa buldu mən bugün ötən dərslərini bir təkrarlab ötkəndən keyin qalğan gəp sözlərimiz olsa biz öndadarda dərsdən düşkəndən keyin aloqalaşsaq bo'ldi. Unda olsa hər bir qarayla biz dərsimiz qaytib gəldik bo'ldi. Tunç saatlik dərsimizdə tor dərsimiz to'g'risida to'xtalib qo'ydik. Hərflərni təşkil bildi. Ətlik dərsimizdən başlab biz dərsimiz doğrusu köprək sözləyimiz, dərsimiz doğrusu köprək sözləyimiz. Andın mən bugün ötləb boğan dərslərini ətdə düşük tamaq vaxtlıqca toruq çıxıb buludu. Ət qayıtlab körəb qıysanlar buldu. Onun üzərindən başqa savaqdaşlar bulub qalsımı. Dərslərini bir qıtdım. Dosturanlar bulamdı, bir ivatib bəsanlar, bir anlısa dərsini. Bəlkim İngiliz dili ügünüş, bir qolaylıq şəraitlərdən bir paydalanıb İngiliz dili
o'rganish bir ishtiyoqi, qiziqishi, qo'zg'alib qilishi mumkin. Chunki bu intayin bir yangilik saqlashlar. Ekranda o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Intayin suzuk bo'lgan, ovoz intayin yaxshi bo'lgan ekranda mazmunlar chiqib turibdi. Bu intayin bir qulaylik bir o'rganish usulimiz. Shu bu darsimizni ko'proq atrofingizga tavsiya qilishni umid qilamiz. Qancha ko'p bolalar o'rgansa o'rganilsa biz uchun bu intayin yaxshi hisoblanadi. Bizningki qaysi jihatdan yaxshi deganda, tor darsini biz davomlashtirib app ma'alayimiz izchilchi. Agar o'rganadigan bolalarning mana shunday ehtiyoji qancha ko'p bo'lsa, tor dars anglaydigan bolalarning ehtiyoji qancha ko'p bo'lsa, biz teximiz sarxil darslarimizni o'rinlashtirib torda so'zlay olamiz. Agar bu cheklanib to'xtab qolsa, bizda amalsiz biz yani shu odatdagi an'anaviy darsxonamizda dars o'tashni bakrak tavsiya qilmasak bo'lmaydi. Lekin hozir bu intayin bir qulaylik sharoit bo'lgandan keyin buni shunga ko'proq atrofimizdagi kishilarimizga tavsiya qilishni umid qilmasamiz. Bo'ldi, darsimiz qaytib keladilarsa, harflarni qaytib bir o'qitdim ana. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, undan sonra ben bir qitimlama o'qidim arkadaşlar. Ben bir qitimlama o'qidim. Diqqat qilinglarsa. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Yani en ahırkısı U V W X Y Z yoki Z. Okay arkadaşlar, bundan sonra bugünkü dersimizde yani biz ingliz tilidagi 26 harf bilan tanışıp chiqdik. 26 harfninki 5i so'zliq tovush, 21i uzuk tovush bo'ladi ekan. 26 harfning har birisininki 2 dan yozilishi bo'ladi ekan. 26 harfning hammasini 4 siziqliq 4 qurliq bir daftarga yozdik ekanmiz. Mushu mazmunlarni qayta takrorlab to'g'ri o'qilishini ham qurlarga keltirib yezilishini mashq qilib kelsanglar, atlik darsimizda ko'rishaylik arkadaşlar. Bundan sonra bugungi darsimiz mishagicha bo'ldi. Atli darsimiz o'xshash 6 dan 7:30gacha bo'ladi. Atlik dars vaqtimizni ko'rishaylik. Darsdan chiqsanglar bo'ladi arkadaşlar. Okay, our today's class is over here. So see you tomorrow, guys.
Goodbye.